Assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Nima yeysan? Bolaligimda buvijonim oldilarga ko'p kelib turardim. Chunki ular doimo eng shirin taomlar bilan meni kutib olardilar. Qalay, yoqdimi? Buvim har bir taomlarda sehrli masalliq bor deb aytardilar. Kichkinaligimda o'sha sehrli masalliq qanday ekan deb o'ylardim. Lekin ulg'ayib, u sehrli masalliq emas, buvimning mehnati va mashaqqati ekanligini angladim. Yillar davomida meni mazali ovqat bilan kutib olish uchun buvim ko'p kuch va vaqtlarni qurbon qilganlar. Bolam, iftorlikka nima tayyorlab beray? Buvijon, siz dam oling. Men ovqatga buyurtma berib qo'ydim. Katta rahmat. Lekin ularni mushkullarni yengil qilish bizning qo'limizda. Evas'tan iftor setlar. Yaqinlaringizga mehr ulashing.